amaliyotini bajardik. Ajratib olingan. Mana bemorda ichaklarini ko'rishingiz mumkin, qanaqa uzunligini. Assalomu alaykum azizlar. Bugun men navbatdagi operatsiyani boshlash arafasida bizni bemor bir necha yildan beri qabziyat bilan kurashib kelardilar. Demak, bizga murojaat qilib keldilar. Biz ular tekshiruvlar o'tkazdik. Ko'rishingiz mumkin. Tekshiruvlar natijasida yo'g'on ichak kengayib ketgan, mana buralib joylashib ketgan. Normal holatda bu buralmalar bo'lmaydi, ya'ni tekis joylashishi kerak. Bu yo'g'on ichakning uzunligidan dalolat beradi. Demak, shakllanayotgan axlat mana shu yo'g'on ichakning uzun qismlarida to'planib qoladi, natijada qabziyat kuzatiladi. Demak, bemor dorilarsiz ichlari kelmagan, doimiy qabziyat bilan yurganlar. Biz demak bemorda subtotal kolektomiya amaliyotini bajaramiz. Amaliyotdan keyingi jarayonni ham ko'rsatamiz. Amaliyotimiz muvaffaqiyatli tugadi. Ko'rishingiz mumkin, bemorda subtotal kolektomiya amaliyotini bajardik. Ajratib olingan. Mana bemorda ichaklarini ko'rishingiz mumkin, qanaqa uzunligini. Bo'yimdan bolan, ya'ni 2 metr atrofida mana ichak ajratib olindi. Endi bemor ichlari yaxshi keladi. Dorilarga hojat qolmaydi. Rahmat qilmang.